Alisher Navoiy haqida 10 ta dalil. Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirot shahrida tug'ilgan. Ota-bobolari Temuriy hukmdorlar saroyida turli lavozimlarda ishlaganlar. Asl ismi Alisher bo'lib, Navoiy taxallusidir. Forscha she'rlarni foniy taxallusi bilan yozgan. 4 yoshida maktabga borgan. Arab, fors tillarini egallagan. 10 yoshidan she'rlar yoza boshlagan. Hirot, Samarqand madrasalarida o'qigan. O'zbek davlati doirasida Janubiy Turon, Xurosonni boshqargan. Temuriy Husayn Mirzoning bosh vaziri bo'lgan. O'z mablag'lari hisobidan Hirot va boshqa shaharlarda bir necha madrasa, 40 ta karvonsaroy, 17 ta masjid, 10 ta xonaqoh, 9 ta hammom, 9 ta ko'prik, 20 ga yaqin hovuz, kasalxonalar qurdirgan. 1483-yil, 1485-yillari O'zbek va jahon adabiyotining durdonasi bo'lmish Hayratul Abror, Yaxshilar hayrati, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbai Sayyor, 7 sayyora, Saddi Iskandari, Iskandar devori dostonlaridan iborat xamsani yaratgan. Tarix tili, adabiyot, axloq, musiqa, xattotlik yo'nalishlarida ham faoliyat yuritgan va qimmatli asarlar bitgan. Alisher Navoiy qoldirgan adabiy va ilmiy meros 100 ming baytdan ortiq. Alisher Navoiy 1501-yil 3-yanvarda olamdan o'tgan va Hirotda o'zi qurdirgan jome masjid shimolidagi yerga dafn etilgan.